Odam savdosi. Bugun odam savdosi jinoyati haqida biroz o'z tajribam bilan bo'lishmoqchiman. Ko'pchilik hollarda himoyam ostidagi sudlanuvchilar, jinoyatchi deb hisoblanadigan odamlar o'zlari bilmagan holda bu ishga aralashib qolganligini ko'rishingiz mumkin. Shulardan bir nechtasini sizlarga misol qilib keltirmoqchiman. Birinchisi, biror bir inson o'zini chet elda ishlovchi tanishidan taklif oladi. Ya'ni aytadiki, biror odam ish kerak bo'lsa menga ayt, men hozir chet elda ishlayapman, yonimdagi ishxonada ish bor, yuborsang ham sen ham bir ikki so'm pul ishlab olasan, ham men ham bir ikki so'm pul ishlab olaman, ham o'sha yuborgan odaming ishli bo'lib qoladi deyishadi-da, taklif kiritishadi. Bu sizga yoqib tushadi-da, qarabsizki, bir ikkita uchta tanishlaringizni o'sha odamga oldiga yuborishga intilasiz. Vaqt o'tib, ular chet elga borib ishlab, oyligini ola olmay qolsa, siz har bir odamdan olgan pulingiz uchun jinoyat figurantiga aylanasiz, ya'ni jinoyatchiga aylanasiz. Siz uni majburlab ishlatmagansiz. Odam savdosini faktik o'zingiz tomoningizdan amalga oshirilmasa ham, ushbu odam savdosi jinoyatini amalga oshirilishda bir ko'makchi vazifasini bajarganligingiz uchun siz ham shu jinoyatni sodir qilgan deb topilasiz. Shunday ekan, bunday holatlarda agar bir kishi jo'natgan bo'lsangiz chet elga, sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosi jinoyatini sodir etilgan deb topib, 135-modda 2-qismi J bandiga ko'ra siz 5 yildan 8 yilgacha qamalishingiz mumkin. Ya'ni ozodlikdan mahrum qilinishingiz mumkin. Endi agarda siz 2 va undan ortiq shaxsni yuborgan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 135-moddasi 2-qismi A va J bandlari bilan javobgarlikka tortilasiz va shu modda sanksiyasi doirasida 5 yildan 8 yilgacha qamalib ketishingiz, ya'ni ozodlikdan mahrum etilishingiz mumkin. Agarda sizda shunday tanishlaringiz bo'lsa, shunday takliflar tushadigan hollarda bunday taklifni hech qachon qabul qilmang. Chunki sizda birinchidan chet elga odam yuborib ishga joylashtirish bo'yicha litsenziya yo'q, litsenziyali firmada ham ishlamaysiz. Shunday ekan, bunday harakatingiz odam savdosi bilan kvalifikatsiya qilinib, qamalib ketishingiz mumkin. Shunday ekan, o'ylab ko'ring, 500 ming dollar daromad qilaman deb 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishingiz, ya'ni qamalib ketishingiz mumkin. Bu videoni tanishlaringizga yuborib qo'ying va manfaatli bo'lsin.